Tunagani mehmonxona so'ragandingiz. Mana mehmonxona. Ey, ukajon. Labay. Bir minutga qarang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Alo, bizga ikkita xona kerak edi, tunagan. Xonami? Xonalarimiz hammasi band akajon. Bitta xonamiz bor, faqat yotog'i bittada. Mayli, bitta ko'raylik. Sayraxon, qarang a. Xona ham bitta ekan, yotoq ham bitta ekan. Odam xijolat bo'ldi. Endi nima qilamiz? Menda bitta taklif bor. Xo'p. Xohlasangiz ikkalamiz yotamiz, faqat noqulay bo'lmasligi uchun o'rtaga yostiq qo'yib qo'yamiz. Yostiq qo'yamiz. Mayli. Qanday bo'lar ekan endi? Joylashib olaylik, ha? Qani kelib qolinglar, bilet, konsertga bilet bor. Ukajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Konsertga kirmoqchi edik, ikkita bilet kerak. Bilet bor, lekin bitta qoldi-da. Bitta? Ha, mayli, bering. Marhamat. Sayraxon, bitta qolgan ekan. Obbo. Endi nima qilamiz? Hadi. Qarang, bo'lmasa menda bitta zo'r taklif bor. Siz bilet bilan darvozadan kirib keting, men hozir mana devordan oshib tushaman. Nima? Kiraman. Bir kun kechasi bilan yostiqdan osha olmagan devordan oshasizmi? Tojimni. Vela.